qisqacha o'zingizni tanishtira olasizmi? Nima ish bilan shug'ullanasiz? Kimsiz o'zi? Ismim Shohib Yusupov. Yoshim 28-29 da Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida tug'ilganmiz. Faoliyatimiz marketing, sotuv, zapusk sohalaridagi tadbirkorlik. Hozirgacha respublikamizda shu 10 dan ziyod quruvchilar bilan hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Hozirgacha 10 mingdan ziyod xonadonlar sotilishiga erishib keldik. O'zbekistondagi sotuv bo'yicha o'ylayman eng ko'p sotayotganlardan birimiz, balki eng ko'pidir. Xo'p. Hozir endi chet ellarda ham biznesda boshlayapmiz, xudo xolasa. Shu tadbirkorlik oddiy nima deydi? O'zbek yigiti. Juda kamtarinsiz. Bugungi intervyuni qilishimizga sabab siz ko'p eslaysiz, men Samarqandning Qo'shrabot tumanidan, O'razmat qishlog'idanman deb ko'p eslaysiz. Qanaqa qilib o'sha chekka hududdan hozirgi natijagacha erishganingizni bilmoqchimiz. Ko'rayotgan yoshlar, yosh tadbirkorlar uchun qanaqadir bir shpargalka bo'lsin deylik. Ya'ni qanaqa harakatlarni amalga oshirdingiz? Kimlar turibdi orqangizda?